Assalomu alaykum Eshmat aka, yaxshimisiz? Uydagilar yaxshimi? Ha, zo'r, o'zi qalaysan? Ishchilar bilan isib ketmayapsanmi? Yonyapti, bor hamma yoq yonib ketyapti. Bo'pti, mayli, brat. Uyim qani? Bo'pti. Uyim yo'q bo'lib qolibdi. Yo'q, xotin, uyimiz qani? Uyimiz qayoqqa yo'q bo'lib qoldi? Nahotki uyimiz yo'q bo'lib qolgan bo'lsa, endi biz ko'chada yashaymizmi? Hoy, nima menga qarab o'tiribsan? U yoqqa qarama. Voy, uyimiz qani? Uy qayoqqa ketdi? Uyga qarab o'tirsang bo'lmaydimi? Uy yo'q bo'lib qolibdi-ku. Obbo, janob mer, uyim yo'q bo'lib qoldi. Hoy, janob mer, iltimos, uyni tezroq topaylik. Janob mer, qayoqqasiz? Nima? Uying yo'qolib qoldi? Ha, uyim yo'qolib qoldi. Ayla qarang, joy tep-tekis bo'lib yotibdi. Qanday qarayman, bu yerda ko'rinmay tentak. Hozir nima qilsam ekan? Xullas, joyida yo'q. Tasavvur qilyapsizmi? Kimdir bilmayman buzib ketyapmi, yo'qolib qolgan uyim. Hech zamonda uy ham yo'qolar ekanmi? Yo'qolganda ko'zim ko'ramas-ku, o'shani ko'rib kelyapman. Tushunmadim to'g'risi bor. Mayli, tushunmagan bo'lsangiz o'zingiz bilasiz, lekin bor uyni topish kerak qayerdan bo'lsa ham. Bitta do'konga kelib uyga borgunimcha uyim yo'qolib qolgan. Hayronman. Xotining bormish qilib? Ha, xotinim turibdi joyiga. Unda borib xotiningdan so'ra qayerga ketganini. Nima xotinimdan so'raman? To'g'ri, hozir xotinimdan so'rab kelay. Shoshganimdan janob merda oldiga yugurib, xotinimdan so'rash esimdan chiqib qolibdi. Yo'q, xotinim o'zi gapirmadi, men chiqib qo'rqqanimdan hayajonlanib qolgan. Bozorlik qilib o'rayotgandim do'kondan. Mayli, bular pakaj to'sherda tursin, kimdir olib ketsa ham mayli. Uyimni topmasam bo'lmaydi. Xotin, menga qara. Uy qani? Uy qayoqqa ketdi? Bilmadim, men ham tushunmay qoldim. Ko'zimni bitta yumib ochgunimcha shunday qarasam uy yo'q. Nima? Ko'zingni bitta yumib ochguningcha nahotki bitta katta uy joydan yo'q bo'lib qolsa? Ha, ko'zimni yumib uxlab qolibman. Keyin qanaqadir mashina ovozi eshitildi, bilmayman, Kamazmi? Tushunarli. Bo'pti. Hozir izlab topish kerak. Mashina ovozi eshitdim dedingmi? Ha, mashina ovozi, adashmasam katta Kamaz edi. Kamaz, to'g'ri. Bo'pti, hozir unda men jetellardan so'rab kelay. Sen aniq toshni ko'rmagansan, demak. Kamazning ovozini eshitdim dedi. Kamazning ovozi qanday keladi, bilmayman. Hoy, jetel, yaxshimisan? Jo'xa qalay, tinchmisan? Bo'ladi, rahmat. Meni uyimni ko'rmadingmi? Yo'q, ko'rmayapman nimagadir. Shu ko'rmadingmi deyapman qayoqqa ketganini. U ham qayergadir ketar ekanmi? Shu yo'qolib qolgan, o'sha uyimga nima bo'lib yo'qolganini bilmaysanmi deyapman. Yo'q, qayerda bilaman. Men bilaman. Nima bo'ldi? Bilmayman. Nima bilaman deysan bo'lmasa? Kalib kelyapti, qoch maslahatim. Obbo, yaramaslar, senlar meni izdivassa qilyapsanlar, bo'pti. Hozir mendan ko'rasa ikkovi bu yerdan bittasi kelibdi. Kimdan so'rasam ekan, mana shu brat aniq biladi shekilli. Assalomu alaykum janob. Va alaykum assalom. Sizdan bitta narsa so'rasam maylimi? So'ra bemalol. Xullas, meni uyim yo'qolib qoldi. Xotinimning aytishi bo'yicha oxirgi marta bitta qaraqadir Kamazning ovozini eshitgan ekan. Kamaz faqat qishlog'imizga bir marta, ya'ni bir narsa uchun keladi. Ya'ni sizga zakatlarni olib keladi. O'sha Kamaz qayoqdan kelishini bilmaysizmi? Kamaz bo'lgandan keyin yo'ldan keladi. Qayoqdan kelsin? Yo'ldan keladi. Kamazning ustiga uyimni ortsa bo'ladimi? Jinnimisan? Kamazga uy sig'adimi? Shunga tushunmayapman-da. Bilmadim. Uying yo'qolgan bo'lsa, yangi uy qurib ol. Yo'q, yangi uy qurmayman. Chunki uy meni eski uyim. Azaldan beri yashayapman. Bundan keyin ham dakans yashayman u uyda. Unda bilmadim. O'zing o'ylab ko'r, nimadir qil. Uying yo'qolgan bo'lsa topish kerak. O'sha qayerdan topaman bilmayapman. Unda uyingda rasmi bormi senda? Uyimda rasmi bor, ha? O'sha rasmni ilginda uy yo'qoldi. Topganga qanchadir pul beraman deb ko'chaga yopishtirib chiq. Jinnimsiz? Nahotki uyim it bo'lsa, it o'shana qilinadi. Yo'q, itga emas, любой narsaga shunday qilsang bo'ladi. Unda xohlasang men senga rasm chiqazib beraman o'shana qilib. Yo'q, biroz shart emas. Men uni qilmayman. Yaxshisi izlab ko'rmay. Odamlardan so'ray ko'y, kechirasiz, kafingizni ochib yuboribman. Kimdan? Kofe ich bratdan so'rayman. Chunki kofe ich brat kim adashmasam Kamaz keladi har doim. Yukib keladi kofega. Assalomu alaykum brat. Va alaykum. Jo'xa, ishlar qalay? Tinchmisan? Tinchmasman-da. Nima bo'ldi? Karoshdak uyim yo'qolib qoldi. Uy ham yo'qolar ekanmi hech zamonda? Shu meniki yo'qolib qoldi, ana yerda. Ko'ryapsizmi? Sizni binongizdan ko'rinar ekan pachti. Ko'rinyapti. Qayoqqa yo'qolibdi bilmadingmi? Shuni bilmayapman, sizdan so'ragani keldim. Mabodo ko'rmadingizmi? Yo'q, uyni ko'rganim yo'q, lekin to'g'risi. Sizni mana kofezga har kuni Kamazdan narsalar keladi. O'sha Kamazning ustiga uy sig'adimi? Jinnimisan? Qanaqasiga uy sig'adimi? Kamazning ustiga uy ortib bo'ladimi? To'g'ri. Unda mayli, uzr kechirasiz. Bo'pti, ko'rsak aytamiz, telefon qilaman. Telefonim yo'q, telefonimni sotib olganman. Unda xat yozib yuboraman uyingga. Mayli, u xatingizni pochtachi erta olib boradi, bir kundan keyin nima qilaman? Mayli, hech narsa qilmaydi. Bo'pti, izlab ko'raman. Mo'jetel, meni uyimni ko'rmadingmi? Uying nima? Kecha ko'rdim.
Kecha o'zim ham ko'rdim, bugun ko'rmayapman. Bilmadim, ko'rmayotgan bo'lsang endi ko'zingni davolat. Tentak uyim yo'qolgan deyapman. Galim kelyapti, qoch maslahatim. Obbo, yaramaslar bor-u, ezib yuborishdi. Mayli, hozir janob merdan so'ray. Janob mer o'zi to'xtanglar-da. Kamazlar haqida ma'lumotni politsiyachi biladi-da kanishni. Chunki mana nima qilyapti? Qo'y, nima qilyapsan? Men akrobatikani o'rganyapman. Yaxshi. Qishlog'imizda akrobatlar ko'payyapti. Men xotinim ham o'zi akrobat. Hozir politsiyachidan so'ray, chunki politsiyachi bu yerda nechta mashina bor qishloqda, kimni mashinasi kelib ketyapti, hammasini bilyapti. Xotinim issiqda qolib ketdi. Xotin sabr qilib tur, hozir uyda topaman. Maza qilib uyda o'tirasan keyin. Obbo, qayoqqa ketdik-na? Hozir topamiz, problemamiz. Brat, xormang. Salomat bu. Assalomu alaykum janob politsiyachi. Va alaykum assalom. Jo'qa, tinchmisan? Tinch, o'zingiz ham tinchmisiz? Bo'ladi. Nima gap? Nima muammo? Muammoni ko'rmayapsizmi? Ana muammo. Uyingni buzdingmi? Yo'q, uyim yo'qolib qoldi. Hech zamonda uy ham yo'qolar ekanmi? Yo'qolibdi. Qayoqqa yo'qolibdi? Shuni bilmayapman. Xotinim aytishi bo'yicha oxirgi marta Kamazning ovozini eshitgan ekan. Kamazmi? Nima deganing? Kamazga o'tib ketishganmi uyingda? Shunaqa deb o'ylayapman. Bilmadim-da. Kamazga sig'armikan uy? Bilmayman, sig'sa kerak turda. Tushunarli. Nima yordam bera olaman? Xullas, qishlog'imizda qanaqa Kamaz bor, kimning Kamaz bor, qayoqqa Kamaz bor, shuni aniqlash kerak. Menda spishka bor hozir. Ro'yxatdan qarab olay. Qarang. Hozir kompyuterimga bor edi. Tak. Qishloq chekkasida bitta Kamaz ko'rgandim 2 kun oldin. Jarima qilgandim o'sha Kamazga. Qanaqa Kamaz edi u? Bilmayman, qanday qora kiyim kiygan bir yoshroq bola edi. Banditlar. Qanaqa bandit? Qishlog'imiz chekkasida banditlar yashaydi, demak o'shalar Kamaz bo'lgan. Bilmayman, banditmi, chanditmi, o'sha edi korotchi. Rahmat brat, katta dushi debman, katta dushi yordam berdingiz bor. Xo'p, ana endi o'sha yoqqa borib kelaman. Hozir 1 minut. Har ehtimolga qarshi qurolim bor, qurolda olishim kerak. Xotin, uyda topdim, hozir topib kelaman, shoshmay tur. Hamma narsam shu yerda ekan o'zi. Bitta qurolda olsam yetamanga, chunki ular agar nimadir problema qiladigan bo'lsa, qurol bilan o'zimni himoya qilishimga to'g'ri keladi axir. Qurolda o'q dorisi joyida ekan, yaxshi. O'q dorisi bo'lmaganda dabdala bo'lardi. Banditlarning bazasi mana shu tomonda, adashmasam, adashayotgan bo'lishim mumkin. Menimcha adashmayapman. Janob mer, uyimni topdim. Qayerda ekan? Banditlar o'g'irlab stop. Ana uyim. Shu seni uyingmi? Meni uyim, ko'rmayapsizmi? Men birov uy quryaptimi debman. Ana Kamaz ham turibdi. Bo'pti janob mer, men ketdim qarochi. Qanday Kamaz? Xullas Kamazga o'tib ketishibdi. Yo'q, Kamazga olsa bo'lar ekanmi? Bilmayman, hozir shuni ko'rib kelaman borib o'zim. Obbo, uyimni nahotki o'g'irlab ketishgan bo'lsa, qanday o'g'irlashgan, men vobshe hayron qolyapman. Kamazga ham ortib o'g'irlaydimi? Kamazga nima edi? Uy sig'ishini birinchi marta ko'rib turibman borib. Ana. Janob, Kamaz vobshe qiynaldi boru. Nima qilamiz endi? Yur ketdik, uyni joyini to'g'irlaylik. Jo'xan uyini bazamiz qilib olamiz o'zimizda. To'g'ri. Ketdik bo'lmasa, yuring. Yur, davay. Jo'xan uyini baza qilib olamiz dedimi? Kamaz qiynaldi dedi. Kamaz uy ortgandan keyin qiynalmaydi, nima qilsin? Qayerga ketyapti bular, tushunmadim. Nimadir reja o'ylayapti shekilli. Ketdi. Ular uyga joy tayyorlaydi. Rostdan ham qaranglar, Kamazga o'rtib olib kelgan. Bechora Kamaz qanday ko'tarib kelgan uyni. Vobshe qiyin uyni ko'tarib kelish Kamazga. Rostdan ham qaranglar, bitta Kamazga o'rtib kelgan. Uyimdagi hech narsaga tegmabdimikan, hozir ko'ramiz. Mana uni ovalayin bir amallab, olin tez bo'ldi. Hozir buni taxta qilib o'rayin hammasini. Kamaz ustiga hozir ustiga uy turibdi. Uyni ustiga hozir men chiqsam ish qilib, Kamaz biron nima bo'lib qolmasa bo'lgani. Ochildi bo'ldi. Qaytarib tushunmadim. Bu yerda qanaqadir narsa bor shekilli, bu yerda qanaqadir narsa qo'yishibdi. Obbo, bu yerda hech narsa yo'qmi? Yo'q hech narsa. Bu yerdagi narsalar joyida. Bu yerdagi narsalarimcha hammasi joyidanmikan ish qilib, bu yerda qanaqadir narsa, bu mana bu narsa ag'anib ketmasligi uchun oldiga narsa qo'yib kelishgan. Bu yerda narsalar joyida, bu yerdagi ham joyida, qurol o'zimda turibdi. Bo'ldi, endi Kamaz qayda olib ketamanmi? Ish qilib bu yerda hech narsa yo'qmi? Yo'q, xotinim uyda. Xotinimni uyga tashlab ketishgan. Juda ham yaxshi bo'ldi. Ana endi asta Kamazni haydab o'zim olib ketaman. Obbo, eshikni rasvo qilishgan ekan, lekin bor mana bu taxtani hozir bu yerdan olib tashlamasam bilasizlar nima bo'ladi? Qisilib qolishi mumkin. Uy qisilib qolsa taxtaga keyin to'xtanglar, sal neto narsa bo'lib qoldi, hozir olib tashlayman. Bunaqa holatda vashshi xunuk narsa bo'lib qolar ekan. Mana bunaqa qilib qo'yaylik, takoy turadi. Xo'p, Kamaz o'zi bir amallab keta olarmikan? Kamaz haydashni bilarmidim? Bilmasam nimadir qilib haydayman, lekin mana yerda
qanday ovib o'tishganmi endi sig'maydi to'xtanglar men uyimdan kirib taporda olib chiqib turib sekingina yo'l ochib olmasam bo'lmaydi baribir mana yoqdan o'tishimga to'g'ri kelar ekan bo'pti sakrab o'tolamanmikan shu yerdan hozir bitta oppa parkurchik bo'lib ketyapman kundan kunga ana banditlar kelib qolmasa bo'ldi lekin nima bo'lsa ham agar kelib qolsa tamom keyin akalar boru nimaga tamom bilasizlarmi keyin uyimda olib ketgan qo'yishmaydi shu bilan uysiz qolib ketamanmi yoki uydan yangi uy quraman bilmayman xullas o'zimga indashmasa bo'lgan nima bo'lsa ham uyimda mayli qoldirib ketishim yo'q uyda ham qoldirib ketish yo'q nimaga uyda qoldirib ketar ekanman o'g'irlatib qo'ymayman hech qachon uyimda tushundinglarmi obunachilar hozir mana shu yerlarni tez ochsam mashina bilan tezroq haydab ketgan ana banditlar agar qaytib kelib qolsa bormi agar ko'rib qolsa uyda olib ketayotganini keyin rasvo bo'laman barlar olib o'tirishim shart emas o'zi mashina shunday yurib ketaverib uy hamma yoqda titib tashlaydi xo'p ana endi olma kerak emas menga olmani olma deydi oltin olma duo ol tushundingmi duo olsang lekin duoni yeb bo'ladi ham bashta ketdik qani asta ayyovatta juda ham boru qiyin bo'lsa kerak mashina bilan uyda umrimda birinchi marta kamaz bilan uy tashiyapman qishloq mana yoqdan aylanib o'taymikan mana yoqdanmikan mana yoqdan o'tayin uyimga yaqinroq bo'ladi uy tushib ketmasa bo'ldi mashina ustida yomon silkib haydayapman boru lekin hop bir amallab haydab o'tish kerak bir amallab haydamasam ikki amallashimga to'g'ri keladi keyin ikki amallash degani bir amallash kamaz turg'azish kerak bo'ladi kamaz ag'anib ketadi ikkinchi amallash degani uyni to'g'irlashga to'g'ri keladi ana xotin kutib o'tiribdi mana hozir bir amallab mana shu yerdan to'g'irlab hozir buraman mashinani birinchi suvga tushib ketmasa bo'lgan ag'anab ketsa bor uyim suvga tushib ketsa uyimni ichini suv bosadimi shunda bilmayman xullas shunday haydayman qaranglar zadniga olaman hozir zadnik asta o bo'ldi menimcha mana shu holatda turadi endi qandaydir qilib tushirish kerak uyni qanday tushirsam ekan mana tugma bor ekan bosamiz bo'ldi uy tushdi shekilli hozir ko'raman uyim joyiga mana tushibdi xayriyat uysiz qolib ketdimmi deb o'ylagandim lekin rostdan ham bor uyim joyiga qaytib qolgani juda ham yaxshi bo'libdi xayriyat zo'r bo'libdi xotin qani xotin uyda ichida o'tirgan bo'lsa kerak bu nima bo'ldi bu ana yo'lda bloklar yig'ishtirib olib kelganman menimcha bloklar urib ketdimi o'sha yoqdan daraxtlar urib ketdim xotin uy qalay bo'libdi qaytarib keldim ko'rdingmi ana nima qilyapsan tizalab o'tiribsan bo'pti o'tirib tur hozir kelaman keyin mazza qilib o'tiramiz xo'pmi sen bilan o'zi gaplashmagan ancha payt bo'lib ketdi yangilik hali bo'laveradi asta men borib mana kamazni uzoqroqqa haydab qo'yayin bo'lmasa abdulla mana blokni ham olib qo'yish kerak bu yerda вообще g'alati joyda turibdi mayli pakashda turib tursin olib tashlayman keyinroq kamazga o'zi ham shunday katta uyni qanday ortishgan hayronman lekin rostdan ham qiyin bor bunaqa katta uyni ortish rostdan ham серьезно aytayapman obunachilar tushunyapsizlarmi серьезно xo'p uzoqroqqa haydab yoki anavlarni bazasiga olib borib qo'yaymikin banditlarni yo'q qaytib bormayman u yoqqa kamazni bir izlasin sarson bo'lsin ana uzoqqa olib borib tashlayman kamazni lekin kamaz ham kamazmisan kamaz ekan yomon og'ir yuklarni ko'tarar ekan uyni ko'targan kamaz endi вообще boru poyezd ko'tara olmaydigan narsani kamaz ko'targandan keyin nima qilish kerak akalar bo'ldi shu cho'kib ketdik mayli ulardan bir nima bilandir band bo'lib qolsin kelib turib mana shuni chiqarish bilan band bo'ladi ertalabdan kechgacha urinadi xullas chiqarib olmaydi bilmayman nimadir bo'ladi endi xotin bilan gaplashamiz mazza qilib deganday